Germaniyada mashinniklar haqida gaplashamiz. Agar yaqin o'rtada Germaniyaga kelishni reja qilgan bo'lsangiz, albatta bu videoni oxirigacha ko'ring. Xullas, Instagramda Anna ismli qiz chiqib, vatandoshlarimizga Ozarbayjon orqali Germaniya vizasini olib berishni va'da qilgan va bir nechta vatandoshlarimiz allaqachon vizani olib Germaniyada ishlayotganini aytib o'tishgan. Ko'pchilik vatandoshlarimiz qiziqib yozishgan va ularning kontaktlarini so'rashgan. Keyin Anna ularning raqamlarini bergan, ular bilan bog'langan paytda esa ular haqiqatan shular orqali kelganini va bular 100% ishonchli deb bularni yana ham ishontirishgan. Keyin Anna boshida 290 euro, undan keyin 580 euro va oxirida 980 euro, jami 2000 euroga yaqin har bir kishidan pul olgan. Keyin nima bo'lgan? Oxirgi tashlagan 980 euro puling muzlab qoldi. Yana 980 euro to'lov qilishing kerak. To'lov qilganingdan keyin Germaniyaga kelasan. Germaniyaga kelganingda birinchi kundan shu 980 euroni qaytarib beraman deyishgan. Keyin menga 25 ga yaqin obunachilarim ichidan odam aloqaga chiqdi. Barchasi aldanib bo'lishgan. Endi pulni qaytarishda imkoniyati yo'q va boyagi ikkita o'zbeklarni vizalarini tekshirganimizda u vizalar ham soxta bo'lib chiqdi. Ular ham yo O'zbekistondan yo boshqa joydan turib, bularni yozma ravishda aldab yotishgan. Ular allaqachon 102 ga nomerlari berilgan, ular o'sha qidirilyapti. Agar mabodo siz ham Anna yoki shunaqa boshqa odamlar orqali, shunaqa Ozarbayjon orqali yoki boshqa yo'llar bilan olib kelaman desa, ishonib qolmang va to'lovni hech kimga amalga oshirmang. Germaniyaga kelishning yo'llari bor. Bemalol Germaniyaga hech qanday konsaltinglarsiz yoki hech kimning yordamisiz ham ishga kelsa bo'ladi. Bular haqida ma'lumot beryapmiz va ish beruvchi saytlar nomini tashlab qo'yapmiz. Barchani ogohlikka chaqirib qolaman. Bu videoni maksimalni Germaniyaga kelmoqchi bo'lib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Aldanib qolmang.